Yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida 2025-yil 16-dekabr kuni Pop tumani Qo'shminor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Namangan muntazam yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, Yo'l harakati xavfsizligi xizmati va Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Vodiy Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelgan Cobalt rusumli avtomashina tekshirib ko'rish uchun to'xtatilganda yo'lovchi o'rindig'ida bo'lgan shaxs yonida giyohvand moddasi borligi aniqlangan. Sizlar mana kamerada xolislarimiz mana. Dastlabki tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, yo'lovchi o'rindig'ida bo'lgan Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchig'ay mahalla fuqarolar yig'ini Qapchig'ay ko'chasida yashovchi fuqaroni yoni ko'zdan kechirilganda, egnida bo'lgan kurtkasi cho'ntagida bir bo'lak qora rangli selofan paketga o'ralgan o'tkir hidli giyohvand moddasiga o'xshash modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida tekshirib ko'rish uchun olingan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu to'q jigarrang qoramtir rangli modda gashish giyohvandlik moddasi bo'lib, og'irligi 597 grammdan ortiq bo'lgan. Ushbu shaxs esa narkotik moddasini belgilangan joyga yetkazib berishni rejalashtirgan. Hozirda Pop tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.